Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Ilgari Beyjingda turgan Amerikaning sobiq askariy binosin Sharq Turkistonning mustaqillik harakatini qo'llash, Sharq Turkiston Jumhuriyatining asliga keltirilishiga yordam qilish kerak edi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyga mablag' solishni to'xtatishni qaror qildi. Marco Rubio Xitoyning solchi faoliyatchilarga solgan mablag'ini tekshirib beqishni talab qildi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerikaning ilgari Beyjingda turgan sobiq askariy Bin Laden 4 avgust kuni Bet El Ebrani jamoati bilan o'tkazilgan suhbatda Xitoyning 1949-yili mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashlab ishg'ol qilib olgandan keyin turli bostirish yurgizganligini, madaniyat inqilobining bu bostirishning biri ekanligini, Xi Jinpingning 2014-yilga kelganda atalmış terrorlikqa qarshi turish tadbirlarini, orqadan 2015-yilga kelganda terrorlikqa qarshi turish qonunini yo'lga qo'yib, nazorat qilish, cheklash va qo'lga olishni kengaytganligini, bu orqali Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning shaxsiy turmushiga haqiqiy daxl ta'riz qilish uchun asos solishni maqsad qilganligini, bu vaqtlarda Beyjingda yashaydiganligini, 2017-yili oshkorlangan hujjatda Xi Jinpingning qilchimi rahim qilmay, hammani yig'ib, yiltizini quritib o'tishni amr qilganligini, Sharq Turkistonning hamma yerida jazo lagerlari va turmalarni kengaytib selib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni qamab, chekidan oshgan qiynash usullari bilan qattiq bostirish elib berib, insonlarni o'ldirganligini, Yahudilarning tarixiga qaraganda bundaq sharoitdagi lagerlarga qamalganlarning mutlaq ko'p qismining o'ladiganligini, Beyjingning jinoyatini yushirib kelayotganligini, lager sirtidagi hayotning echinishli ekanligini, Uyg'urlarning kulturining vayron qilinganligini, ayollarning Xitoy mustamlikchilari bilan to'y qilishga majburlanganligini, bu ahvollarning kundan kunga keskinlashib ketayotganligini, Amerikadagi Yahudilarning buningga ko'ngil bo'lib, Uyg'urlarning erkinlikka erishish uchun turli faoliyatlarni olib borganligini, natijada Amerika qirg'inchilik xotira muzeyi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qilganligini, 2021-yildan boshlab rayondagi Yahudilar jamiyati krizisga taqobil turish gruppasi qurib, prezident Baydenga xat yozganligini, bir qancha qitim namoyish tashkillaganligini, bu atraf hozir yerlik hukumatlar bilan hamkorlashib 9 dekabr kunini Uyg'ur qirg'inchiligini xotirlash kuni qilib bekitish uchun qaror chiqarayotganligini, bu yoznimi bir necha qitim namoyish tashkillash bilan oxirlashtiradiganligini, Sharq Turkiston mustaqillik gruppasi bilan moslashib tuvandagi 3 tadbirni: 1. Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini kuchaytirish. 2. Parlamentdan xuddi Tibetni qo'llab besilingan davlat ekanligini e'tirof qilgandek, Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qiladiganligini. 3. Xi Jinping va uning sheriklarini Putin bilan birga xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida sudlash, mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining asliga kelishini qo'llashni yo'lga qo'yganligini aytdi. Joe Biden Xitoyga mablag' solishni to'xtatishni qaror qildi. PBS xabar soati xabar to'rining 9 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Joe Biden chorshanba kuni taraqqiy qilgan kompyuter o'zaklari, mikroelektron, kvantum uchur texnikasi va sun'iy aql qatorliq Amerikaning yuqori texnikalik mablag'ining Xitoyga eqib ketishini to'sadigan bir ma'muriy buyruqqa imzo atdi. Yuqori darajalik amaldorlar buning iqtisodiy manfaatdan ziyoda davlat bexatarligini nazarda tutganligini, qaplash doirasining torligini aytdi. Bu buyruq Xitoyning Amerikaning texnik mablag'ini ishlatib, harbiy ishlarini taraqqiy qildirish va ikkili davlatning iqtisodi uchun hayotiy ahamiyatga ega texnik keng savdo saviyasini qo'g'dab qilishni maqsad qiladi ekan. Amerika bilan Xitoy dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavda bo'lish sifati bilan cho'nqur savdo munosabati va jo'grafiyalik siyosiy raqobatga borgan-sari markazlashganda qiladi. Bayden hokimiyatining amaldorlari Xitoydan ayrilishning hech qanday manfaat olib kelmaydiganligiga ishonadi. Shundaqdimi Xitoyga mablag' solishni, ilg'or kompyuter o'ziki eksportini chekladi. Trump bekitgan kengaytirilgan tamojna bejini saqlab qoldi. Bayden Amerikaning Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Yevropa birlashmasi bilan bo'lgan ittifoqdoshligini qaytadan jonlantirishga ergishib, Xitoy iqtisodining qiyinchilikqa duch kelganligini aytdi. Demokratiyani qo'g'dash fondining sobiq direktori Alayna Dezeneski davlat alqagan shirkatlar allaqachon Xitoyga mablag' solishning xatirini qaytadan tekshiryotdi. Beyjingning atalmış davlat bexatarligi va josuslikqa qarshi turish qonuni Amerikaning chet el mablag'iga nachar ta'sir ko'rsatdi. Bu texmo yomonlashib ketadi degan.
Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti korona mezgilida ojizladi. Xitoy davlat istatistika idorasining ma'lumotiga qaraganda, 7-oydagi iste'mol bahasi 1 yil ilgarigiga solishtirganda 0,3% tuvanlagan. Davlat tashqi periyod boshqarish idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, chet elga bevosita solgan mablag'i bu yilning ikkinchi yarmida oldingi yildagidan 89% tuvanlab, 4 milliard 900 million dollarga tushib qolgan. Chet el şirketleri qattiq bexatarlik kontrolligi va Xitoy şirketlerining islohot va'dasiga amal qila olmasligi sababidan Xitoy şirketleriga bo'lgan ishonchisini yo'qotib qo'ydi. Chet el savdo guruhlari yer shari şirketlerining mablag' solish planini boshqa iqtisodiy gavdalarga yo'tkayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika Florida shtatining Avam palata a'zosi Marco Rubio Xitoyning so'lchi faoliyatchilariga solgan mablag'ini tekshirib beqishni talab qildi. Erkin Maya xabar torining 9-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Marco Rubio Adliya ministrligini Xitoy Kompartiyasi mablag' turi bilan munosabatlik Amerikalik so'l qanot faoliyat guruhisini tekshirishga chaqirib, Bayden hokimiyatining buning tahdididan xabarsiz va qarorsiz ekanligini tanqidladi. Qurultaydagi eng chong Xitoy tanqidchisi bo'lgan Marco Rubio bosh advokat Merrick Garlandga yozgan xatida Xitoy Kompartiyasi bilan bog'lanishliq so'l qanot guruhining Amerikadagi faoliyatlarining jazosiz bir shaklda elib berilayotganligidan andish qilayotganligini aytib, bu tashkilotlarning Xitoyning vakolatchisi sifatida tizimga oldirmay, chet el vakolatchilarini tizimlash qonuniga xiloflik qilmaganligini tekshirishga chaqirgan. Marco Rubio xatida yana Beyjingning yomon ta'siriga qarshi turish cho'qim Amerika Adliya ministrligining muhim maqsadi bo'lishi kerak. Amerika Adliya ministrligi kun sayin kuchayotgan tahdiddan xabarsiz yoki qarorsizdek ko'rinadi degan. Marco Rubio New York vaqti gazeti Amerika fan-texnika magnati Nivelli Roysenhan boshqaradigan Amerika so'l qanot guruhi orqali Xitoy hukumatiga foydali tashviqotlarni qo'llagan qorong'u pul torining bayqalganiga aloqador xabarni e'lon qilgandan keyin bu talablarni qo'ygan. New York vaqtining xabariga qaraganda Adolat va Ma'ruf fondi, So'g'uq munosabatlar urushi bo'lmaydi, Birlashma mahalla fondi, Holrang kod qatorliq qurilishlar tordan pul olgan ekan. Bu guruhlar Xitoyni qo'llaydigan suhbat nuqtalari orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini mansitmaydigan faoliyatlarini yuritib, Xitoyning siyosatini ilg'or qilib ko'rsatgan ekan. Vatan, tuproq inson uchun yaratilgan bir ne'mat. İslam dini insonni maxluqqa qulchilik qilishdan ozod qilish va insonning asosli huquqlarini qo'g'dash uchun kelgan buyuk bir ne'mat. Dinimizda aqida sevgisi bilan vatan sevgisi bir-biridan ayrila olmaydi. Bir-biriga zid kelmaydi. Balki aqidamizning taqozosi bo'yicha mustamlika ostiga tushib qolgan vatanni himoya qilish va qo'g'dash erkak va ayollarga farz hisoblanadi. Demak, islom aqidamiz samimiy musulmonlarga nisbatan vatanparvarlikning asosi hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim vatanning mustaqilligi va hurligini vatanparvarlik, qaysarlik va fidokorlikning mevasi deb qaragan, hamda insonlarning hayoti deb sifatlagan. Shunga vatanning mustaqilligi haqida susqiraydigan yoki mas'uliyatsizlik qiladigan yoki qo'rqinchoqlik qiladigan kishilarni o'liklar deb ifodalagan. Abdurahmon Jamol Koshig'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.